Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun men sizlarga ingliz adabiyotining mashhur yozuvchisi Jane Austenning G'urur va andisha romani haqida so'zlab bermoqchiman. Jane Austen 18-19 asr ingliz adabiyotining yirik vakillaridan biri. Uning G'urur va andisha romani 1813-yilda nashr etilgan bo'lib, jahon adabiyotining eng mashhur sevgi va ijtimoiy mavzudagi asarlaridan hisoblanadi. Asarning bosh qahramoni Elizabeta Bennet aqlli, ziyrak, mustaqil fikrlaydigan va o'z qadrini biladigan qiz. Uning hayotida badavlat va mag'rur Mr. Darsi bilan uchrashuv muhim o'rin tutadi. Dastlab Elizabet Darsini kibr va manman inson deb hisoblaydi. Darsi va Elizabetaning oilasi va ijtimoiy mavqei sababli unga nisbatan o'z tuyg'ularini tan olishga qiynaladi. Asar davomida qahramonlarning bir-biriga bo'lgan munosabati o'zgarib boradi. Elizabet Darsi haqidagi dastlabki fikrlari xato ekanini anglab yetadi. Darsi esa o'zining g'urur va noto'g'ri qarashlarini yengib, Elizabetga samimiy munosabatda bo'lishni o'rganadi. Roman nomidagi g'urur va andisha tushunchalari qahramonlarning ichki dunyosini ifodalaydi. Darsining g'ururi, Elizabetaning eski dastlabki noto'g'ri xulosalari ular o'rtasida to'siq yaratadi. Ammo vaqt o'tishi bilan ular o'z xatolarini tushunib, bir-birini yaxshiroq anglay boshlaydilar. Asarda sevgi bilan bir qatorda oila, jamiyatdagi tabaqalanish, ayollarning jamiyatdagi o'rni, boylik va insonning haqiqiy qadri kabi masalalar ham yoritilgan. Menga bu asarda eng yoqqan jihat qahramonlarning o'z hayotlarini anglab, o'z ustida ishlashi. Asar bizga insonni faqat tashqi ko'rinishi, boyligi yoki birinchi taassurot asosida baholamaslik kerakligini o'rgatadi. Xulosa qilib aytganda, g'urur va andisha sevgi, insoniylik, o'zaro hurmat va xatolarni tan olish haqida yozilgan betakror asar. Jane Austen bu roman orqali haqiqiy baxt insonning boyligida emas, balki uning qalbi, aql zakovati va samimiy munosabatlarida ekanligini ko'rsatgan. E'tiboringiz uchun rahmat.